To'g'liq bu temalarni echib qolding-da. Bundaqchi biraz men buni siyoset ilmiga sep turib men analizini qilib beray. Har qanday bir organning, har qanday bir tashkilotning tabani deydigan narsa qurilgan vaqtidagi asosliq turiklari. Bu bizning munofiqlar qurultayining asosli ikki turki var. Birinchi turki 1985 yıldan 1988 yılgacha atalmış Şinjan Üniversitesi'nin okuvchilarının qatachisi. Bu da uningdagi ikkinchi asosiy turki Germaniyaning Myunxen shahrining Haraq so'rini. Bu munofiqlar qurultayi deyilgan bu tashkilot mushu ikki turkni asos qiladi. Andiki bizning Avstraliyadagi ergazidaklar bu ala universitetni bitirib chiqayotgandan keyin kirgan havaskorlarda bu. Shuning uchun sizlar o'qigan tinglasildan 7 yildan keyin men kirdim bu maktabga. Men sizlarning qatachayga qo'shilsam bo'lamdi deydigan ama uşaqlarda bu. Endi bundaq odamlar hamma shaharda bor, hammanglar ko'rsizlar butun hammaning dunyoning hamma shaharda hamma odam ishonmaydigan, hamma odam hatto biladigan, mushu gumonliq deydigan odamlar bu munofiqlik qurultayining ichida vakillari. Şu tushgan umumyuzlik rasmiga qarab o'zingizning shahardan ketgan odamni hammanglar bilasizlar. Mana Gollandiyada Baxtiyor Nasirning butun Gollandiya biladi ekan, men borsam 2019-yil so'zlab menga hammasi biladi ekan. Va amaliyotda hammamiz turayotgan shaharlarda bu o'xshashchu. Shu Baxtiyor Nasirga Gollandiyada qanday qarasa, men boshqa shaharlardagi vakillardimi o'shanda qaraydigan odamlar bor. Hammadan biladigan. Ya bir işte işlemey uyda oturduğun bir boşan kot erdim birisi var. Ya kumsa bir düglek paka bir çokan var müdülette hem başkurma deydiğin. Bu hem şehirde hem müdülette okşaşçı bu. Şunun için endi bula avu savaqdaşlar qataçıyı oturdu. Anki kündüzü yığın açtık onu bunu kıldı. Keşti München'nin arak sorunu oldu bulanın. Şunun için mağavlarning talab qildig'ini nima deganda, avaskar pidaylarning talab qildig'ini nima deganda, bulug'ilga Go'shmamatlar, Erkin Tansonlar, endi bular yomon yo'q odamlar emasmi? Voy, ajoyib cho'ng. Shuning uchun buni berib bir rasmga tushib olsa, ular bilan. Andikin munofiqlik qurultayining yig'inida bir 7-ratda bir o'tirib bir rasmga tushib olsa, Andikin Myunxenning aroq sorunida bir do'lqinay sabjurum quyib bersa bularga. Bo'lsa parat yurum qash bir qapoq yo'q gap bersa, shuningga xushda, shuningga rozi. Ya'ni bizning siyosat ilmi nuqtasidan qarasangmi, bu tashkilotning asosiy turiklari nima desangmi, shunda bir ichinishli bir ko'rinish chiqadi-chu. Nimni oldiga. Kunduzi vatanda yig'in ko'rinish murosim bisi chavaqchilib, kechda aroq va nishi so'rovlari bor. Bu kadar endi her yig'inda bir chiqadigan buzuqchilik fajialarini tilga olmasaqmi, mundaq fajialar bor bular. Normallashib ketgan. Shuning uchun bu vatandagi millatning qiyochiyasi bo'l chatig'i yo'q. Hammasi bizini ko'tarib shunda qilib yurgashga ahvol mushu. Shunga bu hatto shu nimada bizda qirg'inchilik boshlanishining oldida Xitoyning materiallari qaranglar. Biz bunu qilgan vaqtimizda, lagerlar ichilgan vaqtida chet eldagi Uyg'urlarning tashkilotlarining bir ish qilish ehtimoli bormi deganda, baychi deydi, yani haram tamoq deydi chet eldagi Uyg'urlarning tashkilotlari hech nima qilolmaydi degan. Ammo uni o'ylamagan yerdan individuallarni, shaxslar, aktivistlar dunyoning ham yeridan chiqib qoldi. Bu munofiqlik qurultayi bo'lmasa, kultur qirg'inchiligi, madaniyat qirg'inchiligi deydi ya, u xato asli kultur deyish kerak. Şu qirg'inchilikda bu usul o'ynamoqchi bo'ladi-ku. Ammo har qaysi tarafdan chiqqan shaxslar o'zining ota-onasining da'vosini qilib chiqqan shundaq odamlar bu munofiqlik qurultayining bu da'voda usul o'ynatib bizni kontrol qilmoqchi bo'lgan narsadan tishib o'tib ketib qoldi. Shuni ular bu nimaga ergishib ketdi xalqqa? Ergishishga majbur qildi va ergishdi. Ondan keyin madaniyat qirg'inchiligi deb yurgan narsasi
Pompeo chiqib, bu bir genocide, yani erkiy qirg'inchilik bu degandan mecbur şunun o'zgarishga boshladi, ammo inglizchada hamma yerda kultur qirg'inchiligi deb yuriydi bular. Shuning uchun ya'ni bir fojialik bir ahvolchu. Men shu vaqtida degandim 2019-yil strategiya yig'inida qatnashib chiqqandan keyin men Nijat Turg'unbekka men degan. Bu tashkilotlar bo'lmay, bizning chet elda hech qanday tashkilotimiz bo'lmagan bo'lsa, noldan boshlab qurgan bo'lsak, buningdan yaxshi bo'ladiki, cho'ng natija oladiki. Bu tashkilotlar bizning tashkilotlar bor emas, bular to'salg'uga bu Uyg'urlarning qutulishi uchun degandim shu vaqtda. Mana Nijat Turg'unbek turdi 2019-yil degandim. Shuning uchun bularning ahvoli durumi mushu endi. Ma'lum video ishlayotgan qarindoshlar magipimni ishlab chiqarib qo'ysanglar bo'ladi yani. O'ylab beqinglar bir g'arb davlatlarining istixborotlari ya biz davlatlarning istixborotlari bizning tashkilotlar to'g'risida doklad tayyorlaganda mana ishidinglar buning turiklari qaysilar, qayerdan kelgan bularning asosli qo'llovchilari deganni analiz qilib, o'sha men degandeklar narsa yozuvdi-ku amaliyotda. Shunga bek ichinishli ahvol.